operatsiya bo'lgan joyiga suv tegishi mumkin bo'lmagan inson g'uslni qanday bajaradi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Operatsiya bo'lgan, biror bir tibbiy amaliyot o'tkazgan kishi o'sha kesilgan, bog'langan, usti yopilgan joyiniga suv tegishligi tabobat nuqtai nazaridan ruxsat bo'lmasa, qaysi a'zosiga suv yetkazish mumkin bo'lsa, o'sha joyini yuvadi, o'sha joyini g'usl qiladi. O'sha usti yopilgan, ustiga o'rab qo'yilgan joyning nomini jabira deyiladi. Jabirani ustiga mas tortib qo'ysa, o'sha qo'lini nam qilib shunda mas tortib qo'ysa, shu kifoya qilaveradi. Jabirani o'sha operatsiya bo'lgan joyini yoki singan joyini ustini o'rashda tahoratli bo'lgan bo'lishi shart emas. Ya'ni tahorati yo'q paytda usti o'rab qo'yilgan bo'lsa ham, keyin uni ustidan mas tortib ketsa, tahorati, g'usli durust bo'laveradi. Endi o'sha operatsiya bo'lganligi tufayli umuman badaniga suv yetkazish mumkin bo'lmasa, doktorlar shuni man qilsa, ana unda u tayammum qiladi. Tayammum bilan namoz o'qiyveradi. G'usl uchun ham tayammum kifoya qilaveradi. Allohu a'lam bissavob.